Assalomu alaykum hurmatli gadjet shinavandalari, hurmatli youtuberlar, aka, uka, opa, singillar. Siz bilan har doimgidek men Kamina To'rayev Akmaljon va Akmal Uz jamoasi. Sarlavhadan ko'rib tushunib turibsiz. Ha, biz shu kunlarga ham yetib keldik. 1688 Xitoyning eng katta ichki Optum bozoridan oldin faqat Alipay platformasi orqali o'zimizni Payme, Click, Paynet o'xshagan ilovalar orqali to'lov qilsa bo'lardi. Bu ilovadan Alipaydan to'lov qilish uchun bir kishiga murojaat qilish kerak edi, u kishiga pul o'tkazish kerak edi. U Alipay kashlyokka o'tkazib berardi va keyin to'lov qilsa bo'lardi. Anchagina noqulay edi. Va qo'rqinchli edi. Eshitganmiz, bilganmiz, ko'rganmiz, ko'p kishini pulni o'tkazib bergan, uxlab ketganlar ham bo'lgan, afsuski. Endi esa bunday xatarlarga chek qo'yilib, to'g'ridan to'g'ri viza orqali xarid qilishingiz mumkin. Bu xabarni birinchilardan sizga yetkazayotganimdan juda ham xursandman. Bizni YouTube'da ko'rayotganingizga YouTube bizga hech qanday pul to'lamaydi. Reklamadan deyarli pul tushmaydi. Shunday ekan biz o'zimiz reklama qilamiz. Yaqinda bo'lishim keldi. Mana bunday katta litseyni stanokimiz keldi. Bu stanok orqali mana bunday maxsus plastiklarni ishlab chiqarsa bo'ladi. Bu plastiklar orqali kafellarni tekislash imkoniyatini beradi. Bittagina bu narsani emas, qolipini almashtiradigan bo'lsangiz, siz ruchkalarni, krishkalarni yoki bo'lmasam plastikdan ishlab chiqariladigan boshqa mahsulotlarni ham bemalol qolipini buyurtma berib press qilib ishlab chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizga ham xuddi shunday uskuna yoki bo'lmasam bunga o'xshagan uskunalar va shunga o'xshash uskunalarni ehtiyot qismlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi telefonlarga qo'ng'iroq qilsangiz yoki Telegram orqali murojaat qiladigan bo'lsangiz, biz sizga bu narsalarni taxminan qancha so'm bilan yetib kelishini mutlaqo bepulga hisoblab beramiz. Stanokning narxiga keladigan bo'lsak, buning ichiga hammasi deklarant xizmatlari, yo'lkira, ma'na xizmatlarim Xitoydan to O'zbekistonga xaridorning qo'liga kelib tegishigacha bo'lgan narx edi. Demak, aziz do'stlar, 1688 ilovasini ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda biz ko'rib turibmiz, 1688 ilovasi bor, lekin buni ko'chirib olish uchun siz aytaylik, to'g'ridan to'g'ri Play Marketga kirib turib ko'chirib ololmaysiz. Bu yerda bu ilova yo'q. Bu ilovani ko'chirib olish uchun bizni Kargo kanalimizga kirishingiz kerak bo'ladi. Telegramning qidiruv bo'limida kuchukcha AKEX mana bunday Kargo yozadigan bo'lsangiz, bizni kanalimiz chiqadi. Shunday qilib bosganingizdan keyin mana bu yerda sekin izlashingiz kerak bo'ladi. Juda ham foydali maslahatlar ko'p bu yerda. Mana videolarni tahlab chiqqanmiz, darsliklar bor. Mutlaqo bepul. Alibabadan qanday qilib buyurtma berish mumkin haqida mana videolarimiz, mana keyin bu yerda mana bular qaysi yuklar kelgani, yuklar yo'lga chiqqani va mana bu yerda esa qanday qilib manzilni o'zgartirish va bundan tashqari tepadagi zakrepetni 2 marta bosadigan bo'lsangiz 1688 Taobao, Alibaba, Pinduoduo, Poizon, WeChat, Alipay, Google Translate, Yandex klaviatura, Tab tarjimon bor. Mana Tab tarjimon mana bu. Bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizga Xitoydan yukingizni ishonchli olib kelib berishligini va arzon, soni cheklanmagan, seriya farqi yo'q, xohlang 1000 ta o'ring, olib kelib berishni xohlasangiz, pastdagi mana bu akkauntlarga murojaat qiladigan bo'lsangiz, AKEX1 va AKEX7 ga ular sizga ID berishadi va bemalol yukingizni Qarshigacha olib kelib beramiz. Bemalol bag'dan kelgandan keyin butun O'zbekistonga jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Endi Qashqadaryoliklarga qulayroq bo'lishi uchun Qarshidan bu kargo xizmatimizni o'tkazamiz. Lekin bu faqat Qashqadaryo bilan ishlaydi degani emas, butun O'zbekiston bilan ishlaymiz. Vodiydan, Xorazm, hamma joydan Allohga shukr mijozlarimiz bor. Demak, agar yana bir marta eslatib o'taman, bizni kargomizdan foydalanib bir xil turdagi tovarlaringiz 10 kilodan oshadigan bo'lsa, kilosi 8, 7, 5, hajmi kichkina bo'ladigan bo'lsa, hattoki 1 kilosini $4 dan ham olib kelib berishimiz mumkin bo'ladi. Tadbirkorlarimiz uchun juda ham qulay narxlar qilib berganmiz.
Demak, ilovalarni ko'chirib olganingizdan keyin o'rnatasiz, ro'yxatdan o'tasiz. Mana tepada qanday qilib 1688 dan ro'yxatdan o'tish videom ham bor. Mana kirganingizdan keyin sizni mana bunday holat kutib oladi. Demak, asosiy maqsadimiz 1688 dan qanday qilib vizadan to'lov qilishni biz sizga ko'rsatmoqchimiz. Ofisimizga mana bunday bizga kichkinagina kullercha kerak edi. Kirasiz, mana bu yerga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana 5000 kishi sotib olgan. Mana bu yerda esa 6700 kishi. O'zimizga kerakli bo'lgan kullerni tanlaymiz. Bizga kichkinaroq, maksimal darajada, uncha katta bo'lmagan kuller kerak. Demak, o'zimizga kerakli bo'lgan mana dispanserni tanlab oldik va mana bu yerda mana bu tugmachani bostirib 42 keyin savatga qo'shishni bosamiz. Keyin esa mana bu savatchani bosib turib tanlagan narsamizni oldiga o'tamiz. Tak, mana bu narsamizni belgilab olamiz. Bunday qilib. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda mana biz bosa olmayapmiz. Nima uchun? Chunki bu yerda mana bittani buyurtma qila olmaysan, deyapti. Buni sonini agar ikkita qiladigan bo'lsak, mana endi esa buyurtma bersa bo'ladi. Pastdagi qizil tugmachani bosamiz. Nima uchun aynan bitta mumkin emas deyishingiz mumkin. Bu Optim sayt. Hech qachon bular deyarli bitta sotmaydi. Faqat sotuvchi bilan kelishib turib, keyin buyurtma bersangiz bo'ladi. Qizil tugmachani bosadigan bo'lsak, keyingi betga sahifaga o'tamiz. Demak, manzilni yaxshilab bir tekshirib olamiz. Manzilni to'g'irlaganimizdan keyin bizni mana bunday holat kutib oladi. Keyin pastdagi mana bu katta tugmani bosamiz. Bu xarid qilish tugmasi. Xarid qilish tugmasini bosganingizdan keyin mana bu yerda Alipay turibdi va karta qo'shish turibdi. Mana bu yerda siz xohlang dollarda, Tayvan pulida, Yapon yenida, Gonkong pullarida to'lashingiz mumkin. Mana bu yerda Novaya karta degan joyni bosasiz va bizni mana bunday holat kutib oladi. Bu yerda esa karta raqamimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Birinchisiga karta raqamingiz, ikkinchisiga amal qilish muddati, uchinchisiga kartangizni orqa tarafida 3 xonali son bor. O'shani kirgizishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda sizdan so'rayapti, kartani saqlanib qilaymi yoki yo'q? Xohlang saqlanib qiling, xohlang saqlanib qilmang. Biz bu platformaga ishonganligimiz uchun kartamizni saqlanib qilib qo'yamiz va подтвердить и продолжить tugmasini bosamiz. Mana bu yerda esa mana karta bilan to'lov qismi turadi va buni belgilaganingizdan keyin mana bunday pastda oplatit chiqadi. To'lovni bosasiz. Mana marhamat, bu yerda aytayapti, to'lovingiz o'tdi deb turib, muvaffaqiyatli. Mana tarjimon orqali tekshirib ko'rsak bo'ladi. Платеж успешен. 4 общения будет отправлено. Mana 20 mana bu yerda aytayaptiki, 26 oktyabrgacha jo'natiladi, deyapti. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Aziz do'stlar, o'ylaymanki bugungi videomiz sizga manfaatli bo'ldi. Xitoydan buyurtma berayotgan do'stingizga bu videoni jo'natib qo'ysangiz, xursandchiligiga cheki bo'lmaydi. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal.uz jamoasi edi. Keyingi dasturda uchrashguncha, xayr!